Garang o'ynashni bilmaydi. Bo'yda mirsam ko'zimni qisaman, qanaqa sheriksan? Sendan yaxshi o'ynayapman. Qaysi sport o'ynaysan? Birga bir o'ynaysan, o'yin tikka olasanmi? Kim o'ynaymiz? Qo'y, yutqizasan. Kes sport o'ynaysanmi? Duxing yetmaydi. Rahmat aka. Va mehriboncha. Bunga pul berman, bu mashinik bu. Unaqa bo'lsa kerak, Kes sport o'ynaysanmi? O'yinda o'ynaysanmi? Sport o'ynaysan bu nogiron emas bu. Yo'q, Yo, kes sport mana ishonmaysan. Kes sport. Pangs. Men bo'rish. Rostan akam bu. Ya'ni akani qara figurani yomon chiqasizmi? U qo'ldan chiqargan ichki ximikat shunday. U qo'lmas, u jinni bo'lma. Sport o'ynaysanmi? U qo'ldan chiqargan. O'yinda o'ynaysanmi? Sport o'ynay. Ichi pok buni. Pok buni ichi mana ishonmasang qara, pok. Hamma joyi pok. Что-то не то? Что-то кто? U qo'lmasmikan? O'ziniki. Aka bu qo'lmi bu kovaldami? Mana bola, mana mashq qizda, mana qara. Qara oydekkina. Yo, men bu qizga uylanmayman. Voy, nega? Bu 3ta 4tasi bilan yurgan o'zi ko'zim Voy, bilan ko'rdim. yurmagan. Sport o'ynaysizmi? Mana shu tillayda o'ynaysizmi? Voy, o'ynayman, sport o'ynaysanmi? O'ynaysizmi? O'ynayman. Davay, o'ynaysiz. Tan oling, yurgan kishisiz, ayting, mujik bo'y. Remontadami? Mana shu sifat pichinasi zo'r chiqyapti, ha? Trendda bu o'zi. Shu Dubayda chiqyapti. Yo'q, o'zimiz Toshkentda blogerlar reklama qilyapti-da. Kes sport o'ynaysanmi? Dubayda chiqyapti. Mashinangdan o'ynaysanmi, mujik? Sport o'ynama, zavod. Davay, o'yna, mujik bu. Qo'y, sportlashma. Kes ham o'ynaysanmi? O'yinda o'ynaysanmi? Sen aralashma, tushundingmi? Qaysi biring duxing yetadi? O'ynaysanmi sport? Bobur, yaxshimisan? Ya, assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Yuribsanmi? Sportlashib? Yo'q, Mana qara. Mana sporlashishlaring bor-ku, bir kun boshing deydi. To'g'ri aytasiz aka. Qaytib sport o'ynaganim bo'lsin. Sen aytaverasan ham qaytaverasan. Sport o'ynaysizmi, qaytib o'ynamayman? Sport o'ynaysizmi? Uyingizda o'ynaysizmi? Yo, mujikmisiz? Video Adin Expert hamkorligida tayyorlanadi. Bu yerda turli xil sport o'yinlari va kazinolarga stavkalar mo'maygina daromad ishlab topishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu videoning kommentariyasiga ссылка asosida kiring yoki yangi registratsiya qilayotib, Vines o'zi promokodini kiritib o'ting va iltifosingiz uchun $500 gacha bonusga ega bo'ling. Bolla hozir chiqaman ko'pda o'ynagan. Qaqqa chiqasan birinchi tirnog'ingni olamiz. O'z ketganini qara buni. Bolla hozir chiqaman kontr o'ynagan. Qaqqa chiqasiz birinchi tirnog'ingizni olasiz, keyin chiqasiz. Nazira siz ha? Mendan Yana qizlar bilan gaplashyapsan, gaplashganim yo'q. Nazira sizdan yoshlikda Yana qizlar bilan gaplashyapsiz, ko'rsatib qo'yaman sizga qizlar bilan gaplashishga. Oy, men futbolga ketdim. Men ustingligini hech kim normal. Xotin, men ishga ketdim. Ustingligini hech Jo'y ber, normal o'zi chiqaradi. Oling bu. Oy, o'rtoqlarim o'ynagan chaqirdi-da, borsam bo'ladimi, ha? Yo'q, hech qayerga bormaysan. Uyda o'tir. Babir qochib ketadi. Xotin bugun o'rtoqlarim choyxonaga chaqiruvdi, shunga borsammikin dotuvdim. Yo'q, hech qayerga bormang, uyda o'tiring. Babir qochib ketaman. Oy, men keldim. Yana basharani kirib keldim. Shoshmay tursan, iflos. Xotin, men keldim, ovqat tayyormi? Yana basharangizni kirib keldingmi? Hozir ko'rasiz mendan. Iflos. Kel, dava, kel. Shunki ifloslaringizni ko'rmaling. Siz faqat majdan kirib Umid aka, mana shu qizingiz buziniki rosa borgisi ketdi-da. Qizim bo'yniga borgin kelyaptimi? Balki sizni oyijoningiznikiga borgisi kelayotgandir. Yo'q. Umid aka, qarang qizingiz siz bilan videoda gaplashmoqchi ekan. Balki siz meni qizlar bilan yuryapmanmi, yo'qmi shuni bilish uchun qilgandirsiz, ha? Yo'q, voy sizga ishonaman. Ana orqa tomonlarni ham ko'rsatib yuboring, qizimiz ko'rgisi kelayotgan ekanda. Qizim tur bor, adingdan pul so'ra. Ada pul bering. Nech pul qizim? 5 million. Toshni o'ziga kerakmi? Zebo! Sotiq dadasini qizi. Umid aka, qizimizni marmelad yegisi kelyapti. Zebo, qizimiz tug'ilgandan buyon marmelad yemaydi. Shuni o'zim yegim kelyapti. Siz olib bermaymanmi, onasi? Xo'p, o'zim yegim kelyapti. Olib bermayman. Yaxshi do'stlarmi? Qarang, qizingiz sizni ko'raman deb qoni jonimga qo'ymadi. Shunaqami qizim, sog'indim. Bormi qo'liga? Men shoppingni ko'z quloq bo'lib turib bolam yoqmaydi menga. Yaxshi ishlaylar. 7 soching kal qildirasan, tushundingmi? Yarashmaydi bunaqa erkak kishi. Привет.
Очень вкусный. Toypa. Kim bu? Kim bu? Men bilmayman dedi. Kim biladi? Men qayerdan bilasiz? So'rang kimlar? Kitovi devichka. Я не девочка, я xotin. Kim u xotini? Ismati xotini. Ana, dada Zokirda ham. Jim o'tir. Ey, qizim siz ozgina adashayotgan bo'lishingiz mumkin. Qizim men Ismat aka, qanaqa qizim? Manga 50 yosh, biza baravar. 20 yil oldin Moskva, Sankt-Peterburg, Lyubov eslolmadingizmi? Kim bu dada? Ha? Bizlar o'ylamadingizmi? Xotiningiz bor ekan, bizlardan sir tutib nima qilyapsiz? endi bacham shu payt Moskvaga ishlashga borgandik-da, yoshdik. Endi aqlimiz yetmagandi. Qo'ying, bizlar o'ylamagan bo'lsangiz ham onam o'ylash kerak-da, onam nima deymiz hozir? Endi 1-2 kun yoshirib bir joyda onangga aytma bacham, iltimos. Jiyanim qani mani? Jiyanim aka, adob keldim. Jiyan, qanisa? Ismat, to'y yaqinmi yo? Ahay, kitaka to'y qilamiz. Voy, Husniddin aka. Men lekin Sankt-Peterburgda ishlamaganman, bacham. Ay shu didorayan